Qanday qilib 3 oy ichida juda ham ustki yo'nalishda umuman qurilish sezoni bo'lmagan vaqtda, ya'ni qishda utpleniya sohasiga 2 milliardlik sotuv qildik. Bunday sotuv qilish uchun qanday marketing strategiya ishlatish kerak? Videoda oxirigacha ko'rsangiz sizga bitta cho'tki formulani tushuntirib qo'yaman. Bu formulani ishlatish orqali siz qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar sotuvlaringizni 2-3 baravarga oshira olasiz. Assalomu alaykum, ismim Usmon. Digital marketing sohasida 5 yillik tajribaga ega marketologman. Agar siz qurilish kompaniyasi asoschisi bo'lsangiz yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'ladigan bo'lsangiz va hozirda ijtimoiy tarmoqlardan sotuv qila olmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozirgi bozordagi muammoga olib qaraydigan bo'lsak, hamma Instagram yurgizyapti, ijtimoiy tarmoqlar yurgizyapti, har xil kontentlar chiqaryapti, lekin realniy sotib oluvchi klientlar yoki zakazlar umuman yo'q. Nimaga? Chunki ularda qilayotgan digital marketingi hech qanaqa tizimi yo'q. Prosta rasm qo'yadi, shunchaki video qo'yadi, lekin bular real natijaga olib bormaydi. Marketing bu klient olib keladigan aniq sistema. Bu strategiyani hozir real proyektimiz bo'lgan Teplamaster misolida to'liq tushuntirib beraman. Siz onlayn bozorda sotuv qilishingiz uchun, xizmatlaringizni bemalol qimmatroqqa sota olishingiz uchun bu 4 ta narsa sizda bo'lishi kerak. Birinchisi, bozorda pozitsiyangiz bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ishonchli va sotuvga qaratilgan kontent chiqishi kerak. Uchinchisi, sizga lead olib keladigan, murojaat olib keladigan, tayyor ishlaydigan varonka bo'lishi kerak. To'rtinchisi, talabga qarab yaxshiroq taklif berishni o'rganishingiz kerak. Xo'p, mana hozir sizlar bilan Teplamaster uchun o'sha nimalar qilganmiz, qisqacha va lo'nda sizlarga shunday qilib roadmap qilganman, o'sha narsani tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi o'rinda siz bozorda pozitsiyangiz bo'lishi kerak. Nimaga pozitsiyangiz bo'lishi kerak? Siz chiqargan kontent, siz chiqargan rasmlar, siz chiqargan har bitta narsa o'sha pozitsiyangizga mos bo'lishi kerak. Pozitsiya nima? Pozitsiya bu bozorda sizni kim deb ko'rishi. Ya'ni siz ijtimoiy tarmoq yurgizyapsiz, sizni insonlar, kuzatuvchilaringiz kim deb bilyapti. O'sha narsani birinchi aniqlab olishingiz kerak. Mana bu yerda Teplamaster uchun nima qilganmiz? Teplamaster kim va nima qiladi? O'shani birinchi navbatda aniqlab olganmiz. Teplamaster imoratlarning energiya samaradorligini oshirib, imorat uy egasiga uzoq muddat barakali bo'lishini ta'minlaydigan alohida bitta xizmat ko'rsatuvchi sifatida taniladi. Utpleniya xizmatini ko'rsatadi. Xo'p, Teplamaster mijozlari kim? Teplamaster xususiy imoratlar bilan ishlaydigan pozitsiyada bozorda. Kimki o'sha Teplamasterni ko'radigan bo'lsa, u qurilish firmalari bilan ishlaydi deb o'ylamaydi, faqatgina xususiy obyektlar bilan ishlaydigan pozitsiya bor. Chunki o'sha har bitta kontentimizga hovli uylar, uchastkalar olib chiqamiz. Siz hozir ijtimoiy tarmoqlardan Teplamaster Shahzod deb qidirib, profilni ko'radigan bo'lsangiz, u yerda hech qanday qurilish firmalari bo'yicha, qanaqadir domlar bo'yicha ma'lumot chiqmaydi, faqatgina uchastkalar, xususiy obyektlar bilan ishlagani uchun biz bozorda xususiy obyektlar bilan ishlash bo'yicha pozitsiyani ushlaganmiz. Teplamaster mijozlari kimlar? Ya'ni siz kontent chiqarishingizdan oldin, digital marketingni yuritishingizdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa, sizning mijozingiz kim? Kimlar, necha yoshdan necha yoshgacha, qayoqlarda yashaydi, nima ko'radi, nimani kuzatadi, hamma narsani bilishingiz kerak. Hozir Teplamaster misolida tushuntirib beramiz. Birinchi o'rinda bizning mijozlarimiz kim? Teplamaster mijozlari tadbirkorlar, biznesmen, savdo oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan insonlar, imorat quradigan insonlar. Bu B2C, ya'ni business to customer deydi. Customer degani iste'molchi. Ya'ni biz iste'molchilarimiz tadbirkorlar, biznesmenlar, xususiy uy egalari, qurilish bilan shug'ullanadigan, oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan insonlar bizning mijozlarimiz. Ya'ni ular puli bor, imorat qurdiradi. Puli bo'lgandan keyin utpleniya ham qilishga qurib yetadigan insonlar bo'ladi. Aynan o'sha insonlar bizning mijozimiz sifatida olganmiz bu yoqqa. Xo'p, endi bu B2C uchun. B2B degan narsa bor, ya'ni business to business sotiladi. Biz kimga xizmatimizni sotsak, ko'proq ob'yomda sota olamiz va u bizga qanaqa mijoz bera oladi. Ular nima? Bozorda bizda prorablar bor, bizning mijozlarimiz, arxitektorlar bor, xususiy qurilish kompaniyalari bor. Bular B2B yo'nalishdagi mijozlarimiz hisoblanadi. Xo'p, mana endi mijozlarimiz kimligini aniqlab oldik. Shu yetadimi yo'q? Endi bu yoqda siz bilishingiz kerak, bizni kimlar kuzatish kerak. Mijozlarimizni aniqlab oldik, mana kimligini aniqlaydi. Shu yetadimi yo'q? Endi bu yoqga sizning mijozlaringiz aynan kimlarligini metrikalar bilan o'lchab olishingiz kerak. Ya'ni bizning mijozlarimiz biznesmen, tadbirkor bo'lgani uchun, bizga puli bor auditoriya kerak bo'lgani uchun, ularda yoshini oralig'ini olamiz. 30 yoshdan 55 yosh oralig'idagi insonlar bizning klientlarimiz. Nimaga desanglar, chunki shu yosh oralig'ida haqiqiy erkak kishi o'z biznes yurgan bo'ladi, pul topgan bo'ladi, oilasi bo'ladi, imorat qurishni boshlaydi, o'ziga yangi uy quradi va uni ideal qurish uchun xohlagancha, o'sha istalgancha pul sarflaydigan insonlar bo'ladi. Endi bularni aniqlab olganimizdan keyin shu auditoriyaga mos kontent ishlash kerak. Ya'ni siz chiqarayotgan, siz usta bo'lsangiz, xizmat ko'rsatuvchi bo'lsangiz yoki ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, siz ijtimoiy tarmoqda trend videolar qilmasligingiz kerak. Siz prosmotriga qarab xohlagancha video qilib tashlamasligingiz kerak. Bitta narsani tushunishimiz kerak, qurilish yo'nalishida yoki o'sha sotmoqchi bo'lgan любой proyektda biz
prosmotrga ahamiyat bermaymiz. Chunki biz o'sha aytganimdek pozitsiyamizni aniqlaymiz, mijozimiz kimligini aniqlab olamiz va bilamiz bizning mijozimiz 40 million aholi ichida 40 millionta odam emas. Bizni mijozlarimiz aytaylik 1 millionta odam. Va bizni videolarimiz prosmotri 1 million bo'lmasligining ham sababi aniq. Chunki bizning haqiqiy mijozlarimiz o'rtacha 100 ming, 200 ming yoki maksimum 500 mingta odam ijtimoiy tarmoqda o'tiradi. Undan qolgani mana 50 yosh plus insonlar yoki 45 plus insonlar ijtimoiy tarmoq ishlatmaydi. Shuning uchun biz auditoriyamizni shunaqa atrofda olamiz. Ya'ni biz prosmotr uchun ishlamaymizda, natija va sotuv uchun ishlaymiz. Va shundan kelib chiqib, shu metrikalar asosida kontentlar ishlab chiqamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, qancha ko'p prosmotr bo'lsa, qancha ko'p o'sha like bo'lsa, shuncha ko'p sotuv bo'ladi deb o'ylaydi. Hech qachon bunaqa emas. Chunki o'sha biz bu bozorda, aynan qurilish bozorida 3 yildan beri ishlab kelyapmiz. Prosmotr zo'rni ham qilib ko'rganmiz, like ko'pini ham, kommentariy ko'pini ham qilib ko'rganmiz. Umuman sotuv bo'lmaganlar ham bor. 10 million, 15 million prosmotrli video bor, lekin bitta ham sotuv bo'lmagani bor. Lekin 10 ming, 15 ming prosmotr sotuv rekord darajasida bo'lgan kontentlarimiz ham bor. Shuning uchun bu yerda sizlarga iltimos qilib qolardim, asosiy urg'u prosmotrga emas, naborot o'sha maqsadli kontentga qaratishinglarni xohlardim. Xo'p, keyin nimani qilishimiz kerak? Mijozlarimiz qaysi platformalar aktiv? Shuni bilishimiz kerak. Mana siz mijozingiz kimligini, yoshini, metrikalarini, ya'ni erkak kishimi, necha yoshdan necha yoshgachaligini bilganingizdan keyin endi u insonlar qayerdaligini ham bilishingiz kerak. Majbursiz. Ya'ni siz sotmoqchi bo'lgan inson qayerdaligini bilsangiz, shu yerga reklama, shu yerga o'sha borligingizni bildirishingiz mumkin. Bizning auditoriyamiz 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgani uchun bizda qayoqlarda bo'ladi? Instagramda bo'ladi, Facebookda bo'ladi, Telegram, YouTube'da bo'ladi. Mana shu 4 ta platforma biz uchun sotuv kanali sifatida ishlaydi. Nimaga TikTokga kirmaymiz? Chunki TikTokda O'zbekiston aholisining juda ko'p yoshlar o'tiradi yoki chet eldagi, o'sha Rossiyadagi insonlar o'tiradi. Ular bizning mijozimiz emas. Chunki TikTokka to'g'risini aytsam, bekarchilik uchun, qanaqadir ko'ngil xushlik qilish uchun kirishadi ko'pchilik, lekin unaqa insonlar bizning mijozimiz emas, shuning uchun pozitsiyalab olganmiz. Ya'ni biz TikTokga ham video qo'yib ketaveramiz, lekin TikTokdan mijoz tortib olishga urinmaymiz. Xo'p, shu platformalarga kirishimiz shart. Nimaga? Chunki mijoz qayerda bo'lsa, siz ham o'sha yerda bo'lishingiz kerak degan narsa bor. Xo'p, keyingisi bizni mijozlar kimlarni kuzatadi degan narsa ham bor. Bu nimaga kerak? Misol siz marketingni zo'r yurgizdingiz, qanaqadir etapga chiqdingiz, prosmotrlaringiz zo'r bo'ldi, podpiskalaringiz zo'r bo'ldi, lekin sotuv yo'q bo'lgan paytda siz o'shanaqa paytda kollaboratsiya qilishingiz kerak kimdir bilan. O'sha kimdirni ham любой odam tanlab olmasligingiz kerak. Ko'pchilikda qurilish kompaniyalarida pul ko'p bo'ladi yoki tanishlari ko'p bo'ladi. Eng katta qiladigan xatosi любой bloger tanishini olib keladi, "Davay menga reklama qilib ber, kollaboratsiya qilaylik, davay menga reklama qilib ber, o'sha xohlagan pulingni beraman" deydi. Auditoriyasi unga mos emas, bir ayol kishi kuzatadigan, u qurilishga taalluqli bo'lmagan mavzuda kontent olib chiqadigan insonlarga pul berishadi, reklama qilishadi, bir til foydasi yo'q bo'ladi. Blogerlarni ham yomonlaydigan bo'ladi, marketologlarni ham yomonlaydigan odamlar bor. O'shuning uchun kimga berish kerak degan savolda ham pozitsiyonni aniqlab olishimiz kerak. Bizning mijozlarimiz kimlarligini aniqlab olamiz. Biznesmen, tadbirkor, 30 yoshdan 55 yosh orasida Instagram, YouTube, Telegram, Facebookga o'tiradigan insonlar. Endi ular kimni kuzatadi? Shuni bilishimiz kerak. Pul bor insonlar, o'zingizlar yaxshi bilasizlar, Otabek Ayvash bor. Zo'r kontentlar olib chiqadi, biznesga oid kontentlar olib chiqadi. Uni auditoriyasini, statistikasini ko'radigan bo'lsangiz, asosan 25 yoshdan 55 yosh oralig'idagi insonlar juda ham aktiv kuzatadi. Chunki biz o'zimiz so'rovnoma o'tkazganimizda ham Otabek Ayvashda juda ham muxlislar ko'p, negativ bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, u inson influencer bo'lgani uchun diqqat bilan kuzatishadi. Agar menda yoki o'sha sizlarning proyektinglarda shuncha kontent chiqardinglar, shuncha qanaqadir prosmotr qildinglar, lekin baribir murojaat sotuv bo'lmayotgan bo'lsa, endi kollaboratsiya qilish navbat. Ya'ni siz yana ham uznavoyingizni ko'paytirish uchun, yana ham murojaatlaringizni ko'paytirish uchun sizning mijozlaringiz kuzatadigan influencerga reklama berishingiz kerak yoki birga kollaboratsiya video qilib chiqishingiz kerak. O'shundagina o'sha puli bor auditoriya Otabek Ayvashni kuzatyaptimi? Sizni Otabek Ayvash tavsiya qilib chiqsa, puli bor insonlar to'g'ri sizga murojaat qiladi. Bizda kimlar bor? Diplomaster auditoriyasi kimni kuzatadi? Bizdan tashqari. Uznavoyimiz nima desam, taniqliligi kuchli insonlar kimlar? Otabek Ayvash, Jahongir Latipov, prorab arxitektorlari kuzatadi. Va biz agar sotuv qila olmaganimizda, sotuv zo'r bo'ldi. Sotuv qila olmaganimizda aynan shular bilan kollaboratsiya video qilib sotuvga undardik baribir. Mana ko'rayotganinglardek birinchi bosqich pozitsiya aniqlash. Pozitsiya aniqlashni nima kerakligini bildingiz. Ya'ni siz sotuv qilishingiz uchun, qanaqa kontent chiqarishingiz uchun juda ham muhim narsa. Xo'p, ikkinchi etap nima desanglar, ishonchli va sotuvga ishlaydigan kontent ishlab chiqish. Ya'ni ko'pchilik mana videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, o'zingizdan bitta profilingizga kirib qarasangiz,
asosan qurilish jarayoniga borgansizda, qurilish obyektida telefoningizni ushlagansiz yoki kimdir mablag'ga bergansizda jarayonni aytib o'tib ketgansiz. Ya'ni bu yoqda bunaqa xato qilingan, bu yoqda bunaqa xato qilingan. Faqat shunaqa kontentlar bilan to'lib ketgan yoki usta shogird videolarni olib chiqqansizlar, misol uchun komediya boshqa narsa, ular zo'r prosmotr beradi, zo'r axlat beradi, odamlarning o'sha ko'nglini ko'taradi, lekin sotuv qilmaydi. Ya'ni o'sha maqsadga qaytadigan bo'lsa, maqsad sotuv qilishmi, pozitsiyasi aniqmi, o'shanga yarasha kontent chiqarishingiz kerak. Chunki sizga ko'proq pul berish uchun, sizdan sotib olish uchun birinchi o'rinda siz unga qiymat bera olishingiz kerak. Jiddiyroq bo'lish kerak demoqchiman. Ya'ni jiddiyroq kontent chiqarish kerak. Biz Teplamasterga kontent rubrikalar berib olganmiz. Ya'ni rubrika degani yo'nalish. Kontentni yo'nalish qilganmiz. Faqat biz misol uchun ekspertni, ya'ni utpleni qanaqa bo'ladi degan videoda faqat shunaqa video olib chiqaryapmiz yoki obyektlarda bu obyektni boshladi, bu obyekt tugatdi deb faqat shunaqa obyekt videosini olib chiqaryapmiz. Nimaga desanglar, insonlarda qiziqishi va undan sotib olish etaplari juda ham boshqacha bo'ladi. Mana biz nima olib chiqamiz? Teplamasterga birinchi o'rinda noldan boshlaganimiz uchun shaxsiyat va ekspertlikni aralashtirib olib chiqamiz. Ya'ni shaxsdagi o'zi kim, qanaqa sohada ishlaydi, bu sohaga qanaqa kirib qolgan, shu ijtimoiy tarmoqda boshlagungacha nima ishlar qilgan, qanaqa kompaniyalar bilan ishlagan. Shu narsalarni olib chiqib, shaxsdagi kimligini tanitib olganimizdan keyin, undan keyin miflar bo'yicha ishlaganmiz. Sohadagi miflar, ya'ni o'sha utupleni uyda isitmaydi, foydasi yo'q yoki bazalt bunaqa ekan, penoplex bunaqa ekan, suv o'tkazadi, yomg'irda tushib ketib qoladi, hamma miflarni to'plab chiqqanimizda aynan o'sha miflar bo'yicha Shahzod aka bilan kontent qilganmiz. Bu yoqda mana ko'rsanglar bo'ladi. Shahzod aka kimligi haqida video bo'lgan. Qurilish sohasida aynan utupleniya sohasi bo'yicha 8 yillik tajribaga egaman. Mana bu yoqda o'sha Shahzod aka kimligi haqida bitta video chiqqan, birinchi videomiz. Undan keyin qanaqa video chiqqan desanglar, miflar bo'yicha video olib chiqamiz. Ya'ni o'sha men kak mijoz bo'laman, Shahzod aka yo'q aka, bazalt orqasida maxsus kley bo'ladi. O'shani qalay qilib surib beraman, tushib ketmaydi. Tajribali usta hech qachon bunaqa javob bermaydi, chunki bazalt orqasiga surilgan kley bazaltni 10-20% ko'tarib turish funksiyasi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, miflar bo'yicha ishlayapmiz. Ya'ni mijozda yoki o'sha umuman uyini utupleni qilmagan insonlar nima deydi? Bazalt qildirsang, короче, 5 kundan keyin tushib ketib qoladi yoki yomg'ir o'tadi, suv o'tadi, nam bo'ladi, umuman bir tiyil foydasi yo'q, просто pul sarflaganing qoladi degan narsalar bilan biz realni obyekt misolida, o'sha jarayon misolida hamma narsani tushuntirib berganmiz. Men qanaqa mijoz sifatida savol berganman, o'sha savolga Shahzod aka ekspert sifatida javob bergan. Ya'ni biz miflarni, odamlarning qo'rquvlarini, mishmishlarini kontentlar bilan уже yo'q qilganmiz desak ham bo'ladi. Undan keyingi rubrikamiz nima? 3-rubrikamiz mijoz og'riqlari va ikkilanishlari bo'yicha video olib chiqqanmiz. Bizda shunaqa narsa bo'lgan, misol kontentimiz ko'rishgan, narximizni biz izlashgan, necha pul narxi, nimaga hamma narsani so'rashgandan keyin murojaatlar bor, lekin sotuv yo'q bo'lib qolgan. O'shandan keyin o'rganib chiqqanimizda mijozlarda o'sha og'rig'i nima, nimaga sotib olmayapti, nimadan qo'rqyapti degan narsani o'rganib chiqqanmiz va shu bo'yicha kontent olib chiqqanmiz. Ya'ni bu yoqda mijozlarda og'riqlari nima, usta bilan yaxshi gaplashishni bilmaydi, qanaqa dogovor qilishni bilmaydi, garant so'rashni bilmaydi yoki so'raydimi yo'qmi unisini ham bilmaydi. Material bo'yicha ma'lumotga ega emas. Endi biz nima qilganmiz? Biz o'sha kontakt olganimizda hammasiga bitta shoshilmasdan ma'lumot berib chiqamiz. Nimaga deysizlar, bozorda ham to'g'ri tushunish kerak. Bu narsa O'zbekistonga endi yangi kirib kelgan. Har bittasiga tushuntirayotganda shoshilmasdan, jahl qilmasdan, emotsiyaga berilmasdan hammasiga podrobniy tushuntirib chiqamiz. Bu o'sha imorat qilayotgan inson prorab bo'ladimi? Hamma narsani to'g'ri tushunib olgandan keyin konsultatsiya chaqirib, imoratga borib, zamir qilib, keyin sotilgan. O'shuning uchun bu kontent juda ham muhim. Bitta zo'r rubrika bor, Teplamasterda ishlatganmiz va eng, misol uchun 2 milliardlik sotuvda 1,5 milliardni shu rubrika olib chiqqan, lekin buni sizlarga ayta olmayman, chunki unda o'sha Teplamasterda hamma sirlarni ochib tashlagan bo'laman. Sizlar ham agar biz bilan bir xil qiladigan bo'lsanglar, Teplamasterda bozorda qanaqadir o'rni yoki qanaqadir boshqalardan ustun tarafi bo'lmay qoladi. Bu rubrikalarni tushundinglar, ikkinchi etapni tushunib oldinglar. Qanaqa ishonchli kontent qilsa bo'ladi, qanaqa rubrika qilish kerak, nimaga buni rubrika qilish kerak, tushuntirib berdim. Sotuv voronkasiga o'tadigan bo'lsak, sotuv voronkasi degani to'g'ri yaxshi tushunmaysizlar, ijtimoiy tarmoqga, digital marketing tushunmaysizlar, lekin bitta narsa aniq bilishinglar kerak. Siz rasm qo'ydingiz, video qo'ydingiz degani tezda murojaat bo'lib sotiladi degani emas. Sotuv etapi uchun siz insonga o'sha juda ham etaplarni oson qilib berishingiz kerak, qadamlarini. Misol uchun siz videongizni ko'rdida, misol uchun narxiga qiziqdi. Kommentariga narxingiz necha pul deb yozadi kimdirlar. Kommentlar ko'p bo'lib ketadi. Haligi profilni egasi yoki siz bo'lishingiz mumkin, o'zingizga ham yozgan bo'lish mumkin. Har bittasiga narx haqida javob berishga ulgurmaysiz. Endi biz shunaqa bot ishlatamiz marketing agentligimiz bilan. O'sha narx deb yozsa yoki
yoki narx qanaqa, prices bormi deydigan bo'lsa, u insonga maxsus price list yoki avtootvetchik boradi. Teplamaster Shahzod utepleniya xizmati mana buncha narxda, bu narx ichiga bu narsalar kiradi. Agar sizga utepleniya qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomeringizni tashing, siz bilan aloqaga chiqamiz degan narsa avtomatik boradi. Endi u avtomatik borgandan keyin mijoz o'qiydi. Agar realni sotib olish niyati bo'lsa, qiziqsa, nomerini qoldiradi va o'sha nomerga Shahzod aka telefon qilib, u yog'iga o'zi sotadi. Aytmoqchi bo'lganim, mijozda o'sha sizlar bilan so'raydigan, sizlarga murojaat qiladigan etaplarni osonlashtirib qo'yishinglar kerak imkoni boricha. Undan keyin siz kontent qo'ydingiz, murojaatlar bo'lyapti, siz avtootvetchiga ham uladingiz. Botlar bilan ulab, avtootvetchik ulab qo'ydingiz, narxingizni, hamma ma'lumotingizni beradigan qildingiz. Undan keyingi jarayon nima? Shunda sotilib ketaveradimi desangiz, yo'q. Endi bizga target kerak. Bitta narsani juda ham yaxshilab tushunib olishinglar kerak. Menga bittasi telefon qilyapti-da, qurilish sohasidagi inson. Men bitta agentство bilan ishladim. 3 oyda 10 mingta qilib beramiz deyishgan. 10 mingta qilib berishdi zo'r, chotki, prosmotlar million, 100 mingdan past emas har bitta kontentim deyapti. Lekin murojaatlar, sotuvlar yo'q. 3 oy ishlagan bo'lsa, bitta dona sotdim xolos deyapti. Nimaga desanglar, bu narsada ko'pchilik bozorda noto'g'ri tushunib qolgan, target nakrutka deb tushunib qolishgan. Nabarot, sizning target yoqishingiz sizni mijozlaringizga tezroq boradi. Tezroq tanishishingizga, tezroq murojaatlar, ko'proq murojaatlar olib kelishiga, ko'plab murojaatlar sotuv bo'lishiga olib keladi. Endi target qanaqa to'g'ri ishlatish kerak? Siz luboy qanaqadir video qilib target yoqadigan bo'lsa, sotuv bo'lmaydi. Bozorda orog'idan kelib chiqib, qanaqadir miflar bor sizlarda ham. Misol uchun, utepleniya sohasida mif degani, mish-mish degani, qo'pol qilib aytganda, o'sha mish-mishlarga sizlar javob tariqasida video qilishinglar kerak. Misol, mana bitta misol. Utepleniyada shu bazaltdan suv o'tadi. Bazalt qilib bo'lganimizdan keyin yomg'ir yog'arsa, u bazalt ichiga suv o'tib, nam bo'lib tushib ketadi degan mif bor edi, mish-mish bor edi. Endi biz o'shini realniy test misolida bazaltni olganmiz, ustiga suv quyib berganmiz o'sha yerda. O'sha bo'yicha ma'lumot berganmiz. Bazalt o'ziga suv shimmaydi. Bu toshdan yasaladi. Ustida o'sha maxsus yog'lari bor. Hamma narsani tushuntirib berganmiz. Bazaltga qachon suv o'tishini ham tushuntirib berganmiz. Aynan o'sha videoga misol target yoqqanmizda, kuniga $2 yoki $5 atrofida yoqqanmiz target. Va murojaatlar kelishdi boshlarga. Chunki insonlarda shu qo'rquvi, bazaltda suv o'tadi, qildirsam yomg'ir yog'sa, hamma rasotim o'sha uflaydi degan qo'rquv bo'lgan. Va biz o'sha qo'rquvlarni bitta sanab o'shalarga video qilib target yoqqanimizda, bu video o'sha kerakli insonlarga borgan. O'sha targetda ham metrikalarni belgisiz, necha yoshgacha ko'rinishi kerak bu video. Qanaqa insonlarga ko'rinishi kerak, u insonlar nima qilish kerak, hamma metrikalarni belgilab chiqamiz va targetda o'shanga yoqqanmiz. Va biznesmenlar, tadbirkorlar, imorat qilayotgan insonlar ko'rib, o'sha bu demak ekspert degan Shahzod misol uchun. Demak, o'sha bazalt suv o'tkazmaygan deganda aloqaga chiqishgan, nomerlar qoldirishgan va shu orqali sotuvlar yana ham oshgan. Endi bitta narsa bor, targetga qancha byudjet ajratish kerak degan savol. Ya'ni $100 ajratsam yetadimi, $50 ajratsam yetadimi degan savol bor. Endi men sizga tavsiya bergan bo'lardim. Birinchi oyda o'zida men aytgan kontentni bitta tuzing, mijozlaringiz orig'ini o'rganing. Misol uchun nima ularga qiziq, hamma narsani o'rgan bo'lib, aynan o'sha kontentlarga siz o'sha kuniga $5, $10 atrofida target yoqing. Bitta ko'ring, murojaatlar qanaqa bo'lyapti, nechta sotuv bo'ldi, bitta ko'rib chiqing. Agar sotuv bo'lgan bo'lsa, o'shandan hisobingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Misol, sizlarga bitta matematik narsani o'rgatib qo'yaman. $100 sarfladingiz. $100 sarfladingiz, sizga aytaylik 100 ta murojaat keldi. Kimdir narx so'radi, kimdir telefon qildi. 100 ta murojaatdan aytaylik 5 ta dona sotib oldi sizdan. Endi bu CAC degan narsa bor. Customer Acquisition Cost degan narsa bor. Ya'ni sizga sizdan sotib oladigan mijozni narxi degan narsa bor. Agar siz $100 sarflab 5 ta mijoz sizdan sotib olgan bo'lsa, demak sizni bitta mijozingiz narxi $20 bo'ladi. Endi siz nima qilishingiz kerak dalshi? Sizga keyingi oy nechta mijoz kerak bo'lsa, shuncha target yoqishingiz kerak. $100 ga 5 ta keldimi? Keyingi oy 10 ta olmoqchi bo'lsangiz, $200 yoqishingiz kerak. Ya'ni uni narxini siz bitta hisoblab olishingiz kerak. Undan keyin o'sha targetni budjetingiz ham aniq bo'ladi. Keyin bozorda yana bitta narsa bor. Hozir mana Teplamasterga lead generatsiya qilmaymiz. Ya'ni biz faqat trafikka, сообщениyaga target yoqamiz. Bizga o'sha narx so'rashadi, nomer so'rashadi. Lekin lead generatsiya degan narsa bor. Ya'ni forma to'ldirasiz. Sizga agar meni ham targetim chiqqan bo'lsa, shunaqa qilgan bo'lishingiz mumkin. Men sizga videoda oxirida aytaman, agar sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting deyishim mumkin. Siz kirsangiz, ismingizni so'raydi, nomeringizni so'raydi, sohangizni so'raydi, o'shuna qilib lead formaga tushasiz. Lead generatsiya degani ham shunaqa narsa. Ya'ni siz yoqishingiz mumkin, siz prorabsiz, arxitektorsiz yoki qaysidir yo'nalishdasiz. 2026-yil 30 ta proyekt olamiz xolos. O'tgan yili 25 ta olganmiz. Ya'ni yana 5 ta plyus proyekt olmoqchimiz. Aynan shu proyektda deb turib qanaqadir plyus taraflarni aytdingizda, oxirida aytyapsiz, agar siz imorat qurdirmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting deyapsiz. Sizga nomerlarini, ismlarini, hamma narsasini qoldiradi. Bu o'zi targetning eng zo'r usuli hisoblanadi. O'shani qilsangiz zo'r. Lekin bitta minusi, u targetdan tushgan murojaatlarga bitta odam ertalabdan kechgacha o'tirib
tushishi bilan telefon qilib aloqa chiqish kerak. Chunki sizga nomer tashladi, murojaat tashladi, 12 soat ichida aloqa chiqmasdan ertasi kuni telefon qiladigan bo'lsa, sizni eslolmaydi. Chunki u talabi bor. Bozorda taklif ko'p, sizdan boshqa nechtasi target yoqadi, ularga sayfga tashlab yo o'zi qurdirib bo'lgan bo'ladi yoki sizni eslolmaydi ham. O'shuning uchun tezda aloqaga chiqish uchun bitta sotuvchi odam bo'lish kerak. Teplamasterga bunaqa qilmayotganimiz sababi sotuvchi yo'qligida. Endi trafik tortishda, lead tortishda, murojaatlar ko'paytirishda VSL degan usul bor. Ya'ni video selling deyiladi. Video orqali sotish. Mana sizlarga qo'pol qilib aytganda, xuddi shu video VSL. Ya'ni sizlarni qanaqadir mavzuda qiziqtiraman, sizlarga qanaqadir qiymat beraman va oxirida любой narsa sotsam bo'ladi. O'zingizlarga xizmatinglarga. Biz Teplamasterga shunaqa qilganmizki, odamlarni orig'i nima desa, ko'pchilikda puli yo'q yoki qimmat deyotgan insonlarga biz qanday qilib to'g'ri utupleniya qilish ketma-ketligini videoda, YouTube videoda tushuntirib berganmiz. 7 minut yoki 5 minutlik video qilganmiz. U videoda biz nimalar qila olganmiz? Biz qiymatimizni tushuntirib berganmiz. Qanaqa ketma-ketlikda bo'lishini tushuntirib berganmiz. Utupleniya qilish oson emasligini tushuntirib berganmiz. Hamma sirlarni ochib tushuntirib berganmiz va o'zimizni qiymatimizni tushuntirib berganmiz. Ya'ni biz manchalik tajribaga ega kompaniyamiz. Bu kompaniyalar bilan ishlaganmiz, uyaltirib qo'ymaganmiz. Agar sizga ham utupleniya xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning narximiz bunaqa narxda. Buning ichiga bu xizmatlarimiz kiradi. Agar siz boshingizni og'ritmasdan ishingizga, sayohatingizga chiqib, imoratingizni bitkazmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin degan narsa bo'lgan videoda oxirida. Bu eng zo'r ishlaydigan va kelajakda 2026-yilda bu yog'iga faqat YouTube rivojlanadigan etapdamiz. O'shuning uchun bu narsani qilishingizni ham tavsiya qilaman. Lekin o'sha bu narsani agar siz soha egasi bo'lmasangiz, ya'ni marketing soha egasi bo'lmasangiz, bu narsani o'zingiz qilishingizga tavsiya bermayman, chunki juda murakkab narsa. Odamlarning psixologiyasi bilan o'ynashingiz kerak. Videoda oxirgi olib borishni o'rganishingiz kerak. Unga boshqacha tekst tuzishingiz kerak. O'shuning uchun bitta mutaxassis bilan VSL video qilganingiz yaxshi. Xo'p, endi sotuv voronkasini ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelgancha siz tushunadigan tilda tushuntirib berdim. Xo'p, sotuv voronkadan keyin nima bo'lamiz? Nima qilinadi? Endi aytaylik, siz qanaqadir kontent chiqardingiz, videolar qildingiz, obyektlaringizni ko'rsatdingiz, otjiflarni ko'rsatdingizda sotuvlar baribir tushib ketib qolyapti. 3 oy zo'r bo'ldi murojaat. Yana o'sha videolarga target yoqyapsiz, eski videolaringizga. Yana murojaatlar sekin pasayyapti. O'sha 100 ta kelayotgan murojaat 50 taga tushdi. 5 ta bo'layotgan, bir oyda 5 ta bo'layotgan sotuv endi 2 taga tushdi. Endi nima qilish kerak desiz? Endi insonlarning orig'ini yana ham chuqur o'rganish kerak. Nima talab borki, men unga qanaqa taklif beraman degan narsa bo'lish kerak. Teplamasterda qanaqa taklif borki, u hozirda bozorda eng qimmat xizmat ko'rsatuvchilardan biri utupleniya sohasida. Teplamasterda bozorda kuchli taklifga ega. Birinchisi qimmat, ammo garantiya bor. Noto'g'ri qilib qo'ysa, misol uchun bitta shunaqa obyektlar bo'lgan, 200 kvadratli, 150 kvadratli imoratlarda biz tomonimizdan noto'g'ri qilinib qo'ygan va o'sha narsa 100% Teplamaster tarafidan garantiya sifatida hammasini noldan qilib bergan. Materialni ham o'zimiz olganmiz, usta haqqini ham o'zimiz berganmiz. Ya'ni garantiya bor bizda. Bu o'sha qurilish bozoridagi 80% insonlarda yo'q narsa. Va bo'lsa ham ko'pchilik noto'g'ri qilib qo'ysa, reski materialdan to'ngaydi yoki uy egasidan to'ngab baribir qilib bermaydi. Lekin bizda bu narsa borki, insonlar qo'rqmasdan sotib olishga trigger bo'ladi. Ya'ni bemalol sotib olsa bo'ladi qo'rqmasdan. Bu ularni sotuvga undaydi. Xo'p, ikkinchi plus tarafi ustalar va ish nazorati. Bunaqa zo'r narsa bor Teplamasterda. Misol, men qurilish egasi bo'lsam, imorat egasi bo'lsam, men chet elga ketib qolishim mumkin yoki asosiy 70-80% vaqtim ishda bo'lish mumkin. O'shanda Teplamaster menga Telegramdan guruh ochadi, har kunlik hisobot tashlaydi. Misol uchun ustalarimiz soat 7 da ishga keldi, ishni boshlashdi. Kech payt 6 da yana jo'natadi. Bugun misol uchun palonchaki bu etapda 150 kvadrat metrlik devorni tarisdi, utupleniya qilib bo'ldi. Hamma hisobotlar tashlanadi. Material kelgani, hisob-kitob, hamma narsa, oziq-ovqatlar olib kelinayotgani, hamma narsa u Telegramda tashlab turiladi va men agar chet elda bo'lsam ham yoki imoratga bora olmasam ham 2-3 kun men Telegramda ish jarayoni qanaqa ketayotganligini va ustalar ishlayaptimi yo'qligini bemalol bila olaman. Va shu narsa bozorda talabi bo'lgan. Biz o'sha talabga taklif berganmiz. Uchinchisi, ustalar ovqati va lesa xizmat. Bu yerda o'sha o'zimiz ham usta ishlatganmiz eng qiyin narsa ustalarning ovqati bo'lgan. Ya'ni unga alohida bitta odam vaqtini ajratish kerak, ovqat qilish kerak, o'sha obed vaqtida uyda bo'lish kerak, idish-tovoqni yuvish kerak, tayyorlab berish kerak, hamma narsasini qilib berish kerak. Yoki ko'chada olib kelaman desangiz, hozir ovqatlar ancha qimmatga tushadi. 4 ta 5 ta ustani ovqatlantirish uchun ham o'rtacha bir kunga 300 ming 400 ming sarflab qo'yasiz. Endi biz nima taklif berganmiz? Biz o'sha narximiz ichiga ustalarga ham o'zimiz ovqat olib kelamiz. Lesaga ham vaqt ajratmaysiz, boshingiz ortmaysiz. Eng arzon joyidan biz o'zimiz olamiz, uni ham narximiz ichiga kirgizganmiz. Ya'ni
imkoni boricha imorat egasini, uy egasini ovora qilmaslik bilan taklif berganmiz va bu taklifga juda ham qoniqishgan. Ya'ni zo'ru, men ovqatga vaqt ajratmayman, lesiga vaqt ajrataman. Cho'tka ekan degan. Va 4-asosiy anaqamiz, taklifimiz ish tugagandan keyin bilsanglar, qurilish bo'lgan joyda juda ham o'sha adxod chiqadi, qanaqadir singan narsalar, yog'ochlar qolib ketadi va biz o'zimizni o'sha qilgan ishlarimizni joylardan tozalab ketamiz. Ya'ni utupleniya qilinib, pastga salafanlar, adxodlar, boshqa narsa tushgan bo'lsa, o'shani shipiradi o'shani to'plab alohida laboda yoki o'sha musor mashinada olib ketiladi. Bu nima beriladi desa, akkuratniklikni bildiradi. Ya'ni Teplamaster o'zini orqasidan tozalab, o'sha qilgan ishlarni cho'tka qilib, akkuratnik qilib ketadi degan kuchli taklifni beradi. Va shu 4 ta taklif orqali hozirda bozorda eng qimmat bo'lsa ham odamlar narxiga talashmasdan bemalol sotib olyapti. Talabni o'rganganimiz uchun. Misol, siz klientingizga yoki o'zingiz bo'lmasa ham qaysidir inson berib ko'rish kerak klientga. Agar siz, misol uchun, siz xizmatingizni kvadrat metridan 100 mingdan sotyapsiz. Mijozingizga aytyapsiz, agar siz, misol uchun, bizga ovqat bermasangiz, ustalarimga ovqat bermasangiz, ovqatini o'zim olib kelib bersam, har bitta kvadrat metriga 120 mingdan berishga rozimisiz deb ko'rishingiz kerak. Ha deydi, misol uchun kimdir, davay zo'ru, men ovora bo'lmayman deyishi mumkin. Qanaqadir plyuslar qo'shishingiz kerak, talablarni o'rganishingiz kerak. Shu talabga taklif bera olasizmi? Taklifingizni bitta qo'shing, qiymatingizni ozgina ko'taring. 100 ming emas, 120 ming. 120 ming emas, 140 ming. Shunaqa talabga taklif qo'shib, narxingizni ko'tarib, bozorda eng kuchlisi bo'lib olishingiz mumkin. Endi shunday pozitsiya orqali, shunday taklif orqali, shunday varonka, target hamma narsani ishlatganimizda, xuddi sizlarga aytib bergan hamma narsani ishlatganimizda sezon yo'q vaqtda qishda o'zida 2 milliard so'mlik sotuv qilganmiz. Bu juda katta natija, chunki hamma qurilish sohasida lubo qurilish yo'nalishi qishda muzlaydi, to'xtaydi. Chunki asosiy obyomda xususiy obyektlar emasda, davlat obyektlari yoki katta-katta qurilish kompaniyalari bergani uchun obyomda. Qishda qurilish kompaniyalari ish to'xtatadi, ishlab chiqarish ham ozgina pasayadi, undan keyin ustalar bo'sh qoladi, Rossiyaga ketadi, boshqa narsa qiladi. Lekin biz qishda nimaga to'xtamadik desangiz, biz pozitsiyani to'g'ri tanlaganmiz. Ya'ni biz qurilish kompaniyalari, katta kompaniyalari bilan emas, ya'ni biz kichkina 500 kvadrat metrli, 100 kvadrat metrli, 1000 kvadrat metrli xususiy obyektlar bilan ishlaymiz. Qishda bemalol qilsa bo'ladi. Qor bizga to'sqinlik qilmaydi, yomg'ir bizga to'sqinlik qilmaydi deb hamma narsani olib chiqib, shu 3 oy ichida 2 milliardlik sotuv qilishga erishdik. Mana ko'rib turganingizdek, sizga o'sha qisqa muddat ichida imkoni boricha hamma xaritani, hamma kartani ochib berdim. Teplamasterga qanday qilib 2 milliardlik sotuv qilganimizni ham, siz nima qilsangizki, sizga murojaat kelishi, sotuv bo'lishini ham hammasini tushuntirib berdim. Endi siz buni qilishingiz kerak, lekin bitta muammo bor. Ustalar yoki qurilish egalari, qurilish sohasidagilar hech qachon marketolog bo'la olmaydi. Chunki biz shu darajaga kelgunimizgacha, shu natijalarni qilgunimizgacha 5 yil o'sha yurganmiz, aynan shu sohada fokus qilib. Ya'ni nima qilsak, mijoz bizdan sotib oladi. Qanaqa kontent chiqarsak, prosmotr yaxshi bo'ladi. Qanaqa kontent chiqarsak, mijoz bizdan 100% sotib oladi. Hammasi bo'yicha 5 yillik tajribaga egamiz. Endi siz bu etap bosib o'tguningizdan ko'ra, siz o'zingiz sohangizda kuchayganingiz yaxshi. Ya'ni siz o'zingiz xizmat ko'rsatishingizga yoki qurilish kompaniyalaringizga savdolarni oshirish uchun, murojaatlarni ko'paytirish uchun, mijoz sonini ko'paytirish uchun marketing andilligi o'zini mutaxassislarini qo'yishingiz kerak. O'sha mutaxassisni qo'yganingizdan keyin siz bosib o'tmoqchi qadamingizni, bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'lingizni ancha tezroq bosib o'tasiz. Chunki mutaxassis va mutaxassis. Endi bitta narsa bor bozorda, yaxshi o'sha marketing agentstva kamligi, qo'l bilan sanoqliligi va ko'pchilik hozir o'sha SMM agentstva ochib olganda $1000, $2000 xizmatini sotadi, lekin hech qanaqa natija olib kelib bera olmaydi. Va'dasidan ustidan chiqa olmaydi. Na yaxshi ssenaristi bor, na yaxshi o'sha content makeri bor yoki productioni bor. Oxiri baribir o'zingiz yomonlab ketib qoladi. O'shuning uchun hozir bozorda yaxshi marketing agentstva topish, qadratli agentstva topish va natijaga olib boradigan marketing strategiya tuzadigan agentstva topish bu juda ham qiyin. O'shuning uchun biz o'sha bozorda oddiy agentstvalarni ko'rib, kichkina agentstvalar katta taklif berib, qurilish kompaniyalari aldanib qolayotgani uchun biz taklif bilan chiqyapmiz. Biz o'sha qurilish sohasida 3 yillik tajribaga egamiz. Hozirgacha o'sha Teplamaster, Teplo Doktor
Zafarog'i, Akfa bilan o'sha hamkorlikda ishlab kelganmiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin, sizlar nima qilib bera olasizlar, nima qiymat ko'rsata olasizlar? Biz Unique Marketing agentsiyasi bozorda 5 yildan beri ishlab kelyapmiz. Sizlarga qanaqa qiymat bera olamiz? Birinchi o'rinda o'sha bozorda holatidan kelib chiqib marketing strategiya tuzamiz. Pozitsiyangizni aniqlaymiz. Sizning mijozlaringiz kimligini aniqlaymiz. Ikkinchisi content marketing. Content marketing orqali o'sha bizni pozitsiyamizdagi mijozlarni o'zimizga qanday qilib murojaat olib keltirishimiz mumkin yoki sotuv qilishimiz mumkinligi bo'yicha strategiya tuziladi. O'sha strategiya bo'yicha productionimiz ham o'zimizda kasting video olinadi, ijtimoiy tarmoqqa joylanadi, prosmotrlar ko'paytirish bo'yicha ishlanadi. To'rtinchisi o'sha targeting, ya'ni o'sha biz chiqargan hamma narsani o'z egalariga yetib borish uchun, bizni aynan aniq 100% mijozimizga yetib borish uchun targeting xizmati ham o'zimizning ichimizda. Endi bu yoqda biz bilan qanday bog'lansangiz bo'ladi. Hozir biz bozordagi holatdagi narximiz $2,500 boshlanadi. Bu narxni o'sha kelib chiqishi sizni talab va takliflaringizga qarab o'zgaradi. Siz bilan ko'rishamiz, konsultatsiyada biz sizni o'sha qayoqqa borishingizni, bir nuqtangizni aniqlaymiz va shu bo'yicha ko'rishib gaplashamiz. Shunda summa balandlash mumkin yoki shu narxda qolishi mumkin. Agar siz biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni o'sha biznesingiz yoki xizmat ko'rsatishingiz qanaqa qilib rivojlantirish bo'yicha yana ham chuqurroq marketing strategiya qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, biz sizni hamkorlikka taklif qilamiz. Hozirda biz ikkita dona qurilish kompaniyalari olamiz. Undan u yog'iga o'sha fokusimiz buziladi. Biz shunaqa agentsiyamizki, 20 talab, 30 talab proyekt bilan ishlaymiz. Maksimum 7 ta, 10 ta atrofida proyekt bilan ishlaymiz va shu proyektlarga bor fokusimizni berib natijaga olib chiqamiz. Hozirda bizning bozorda 5 ta proyektimiz bor. Yana 2 dona olamiz. Shu bilan boshqa klient ola olmaymiz. Agar siz biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, videoda pastida link qoldirganmiz, Google forma. Shu yerdan ro'yxatdan o'tasiz va siz bilan o'zimiz aloqaga chiqib uchrashuv belgilaymiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Konsultatsiyada ko'rishguncha.